Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Xush kelibsizlar mahallamizga. Ho, ana u qo'shningiz bor-ku, ho, ana Nargizaxon. Shularga sovchilikka kelgandik. Shunga qo'shnilardan birog'i surishtiraylik deb sizdan so'rayotgandik. Mendan so'rab juda yaxshi ish qildingiz. Bu Nargizaxon g'alati. Yarim tunda keladi. Yana har xil mashinada keladi. Onasi hamchi ajrashgan. Yo'q. Voy o'lmasam. Voy, rahmat. Lekin unchalik yomon emas. Yana o'zingiz bilasiz-da. Mayli, biz borib qolaylik. Biz keta qolaylik. Rahmat sizga xola. Yaxshi ham surishtirib kelibmiz. Bizni g'iybat qilganlarga aytib qo'ying. Xato qilsak xatolarning jabri bizga. O'zimizning gunohimiz savobimiz. O'lsak birga kirmaysiz-ku qabrimizga. Bizni g'iybat qilganlarga aytib qo'ying. Bizni hamon baxtimizdan ko'nglimiz to'q. Qo'ying endi g'iybatlashni bo'ldi, qo'ying. Axir sizdan bizni aslo qarzimiz yo'q. Qilganlarga aytib qo'ying. Kechagi kun kecha edi, o'tdi ketdi. Bizga kelgan mishmishlarga o'zim hayron. Bizni shuncha aybimizni kimlar aytdi? Bizni g'iybat qilganlarga aytib qo'ying. O'zlarida xato yo'qmi, gunoh yo'qmi? Bilamanki agar burni bo'lmaganda har baloni yutar edi yoki yo'qmi? Yurgani yo'q. Yetar endi gap so'zlarni bo'ldi qiling. Bizni ko'rgan kunimizni ko'rgani yo'q. Bizni g'iybat qilganlarga aytib qo'ying. Xato qilsak xatolarning jabri bizga. O'zimizning gunohimiz savobimiz. O'lsak birga kirmaysiz-ku qabrimizga. Bizni g'iybat qilganlarga aytib qo'ying. G'iybatimni qilmasinlar, eslatib qo'ying. Bittasan qoluvdi ashula aytmagan. Insonni puliga klip olayotgan bo'lsa kerak. Ovozmi? Boshqa ish qilsan. Biroq haqqini yeyish yaxshi emas. Dadasi, yana shu izohlardagi g'iybatchilarmi? Qo'ying, e'tibor bermang o'sha g'iybatchilarga. Sizni qanaqa halol insonligingizni yolg'iz Alloh bilan biz bilamiz. Siz ko'p insonlarni ehson qilishiga sababchi bo'lyapsiz. Buni ko'ra olmayotgan odamlar uchun vaqtingizni sarflamang. Siz birovni haqqidan qo'rqishingizni bilamiz-ku, dadasi. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Oling. Alo. Assalomu alaykum Shavkat Zulfiqor. Alaykum assalom. Ming bor uzr, sizni bezovta qildimmi? Kecha 24 soat ichida obunachilaringiz bilan birga bizni uyli qildingiz. Shunga rahmatimni aytib telefon qilayotgandim. Kecha hayajonda rahmatimni ayta olmadim. Duo qilishni unutmang. Albatta, bir umr duodamiz. Rahmat. Sog' bo'ling.